Kadiz qaynonam menga qilib bergan ujinlarini obzor qilib bermoqchiman. Bugun kechki ujinga ismaloqli sho'rva, issiqqina guruch, tofuni shunaqa yog'da qovurib berdilar. Va bizda hali bodringli kimchimiz tugamadi, shu oxirgisi adashmasam. Va brokolini shunaqa qilib qaynatib pishirib berdilar. Bu qaynatilgan brokolini shu sous bilan yeyiladi. Juda ham mazali. Brokoli yaxshi ko'radigan odamlar bormi? Qaynatib, sousga botirib, shunaqa qilib yesanglar va zo'r ketadi. Tofuni ham men faqat yog'da qovurilganini yeyman. Ovqatga qo'shilgan tofuni unchalik yemayman. Shunaqa qilib issiqqina guruch bilan issiqqina ismaloqli sho'rvani maza qilib o'shunga yeyman. Chunki bugun kuni bo'yi ko'chada bo'ldim. Yaxshi ovqatlana olmadim. Shuning uchun qaynonam bugun ovqat yemabsan deb menga ujin qilib berdilar. Sizni qaynonangiz bugun ujinga qanaqa ovqat qilib berdilar? Kommentariyada yozib qoldiring.